Assalamu alaykum savoqdoshlar. Usulul fiqh darsimizning 4-darsiga xush keldinglar. Biz bugun ilm haqida to'xtalamiz. Ya'ni bilish haqida to'xtalamiz. Endi usulul fiqhda ilmni bir qancha turlarga bo'ladi. Bu da boshqa ilmlardan bo'ladi. Odatda biz ilgirki soatlik darsimizda masalan, ma'rifa, bilish degan gapni ilm va zanni o'ziga oldi dedik. Ko'pinchalar bu zan ustiga qanday hukm qurildi deb o'ylab qarashinglar mumkin. Bu yerdagi zan bizning Uyg'ur tilimizdagi biz tushungan zan emas. Ya'ni gumon shundaqmi emasmi bu emas. Bu yerdagi zan aş 100% onun qarshi bir gap yo'q. Aş 100%likki aniq bog'li az qolgan bilishni ko'rsatadi. Endi biz buning ilmning boshqa turlari bor. Biz buni tuanda tafsil so'zlaymiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrahmanirrahim. El-ilmu. İlim. Onun tarifini nima desa? El-ilmu idraku şey ala ma huwa alayhi idraken cazimen. İlim deganimiz bir narsani asli holatida bilish. İdraku şey ala ma huwa alayhi. Bir narsani bilish ala ma huwa alayhi. Onun ustiga bo'lgan degan gap asli holatida bilish. Qanday holatda bilish idraken cazimen. İlim deganimiz bir narsani asli holatida jazmiyat bilan bilish. Masalan, idrak annal kul akbar minal juz. Kul juz'idan, ya'ni bir butun degan gap, bir parcha degan gapdan cho'ngmi, cho'ng emasmi? Cho'ng bu aqliy bilim bu. Hamma odam biladi shunda. Shakllansa buningda shakllanmaydi. Kul juz'idan cho'ng degan gapda hech kim shakllanmaydi. Bu jazmiy bilish deymiz. Masalan, niyet ibodatning sharti. Bu mu? Cezmi bir gap. Hem idrak şey degan gapdan bir bütün to'liq 100% bilmaslik chiqib ketadi. 100% bilmaslik chiqib ketadi. 100% bilmaslik. Buni deb ataldi, jahl basit deb ataladi. Jahl basit degan nima desa? Masalan, ma gap qanday oldu deb so'rasam, bilmayman desa, hamma odamda jahl basit ekan deymiz, bilmaydi ekan. Oddiy bilmaslik ekan deymiz. Masalan deydi, ayusal so'raladi, mata kanat g'azwatu badr. Badr urush qachon bo'lgan desa, deydi, la adri. Bilmayman desa, bu odamniki bilmaslik, ya'ni bir butun bilmaslik deb atildi, jahl basit deb atiladi. Va kharaja bi qawlina ala ma huwa alayh degan gapimizdan chiqib ketdi, idraku ala wajhin yukhalifu ma huwa alayh. Ya'ni asli holatiga qarshi keladigan holatda bilish chiqib ketdi. Asli holatiga qarshi keladigan holatda. Bilmaydi emas, biladi, ammo asli holatiga qarshi keladigan holatda biladi. Bu asli holatiga qarshi keladigan holatda bilishni deb ataymiz, jahl murakkab deb ataymiz. Murakkab nadonliq bu. Masalan, so'raladi, Badr urush qachon bo'lgan desa, Hijriyan 3-yili bo'lgan deb javob berdi. Bu xato. Chunki Badr urush qachon bo'lgan? 2-yili bo'lgan. Demek qaysi yaman jahli murakkab yaman. Bilmayman deyish bu basit jahli bu. Ko'pincha odam jahli basitdan qochib, jahli murakkabga tushib qoladi. Va kharaja bi qawlina idraken jaziman. Idraken jaziman degan so'zimiz bilan bir narsani keskin bo'lmagan holatda bilish chiqib ketdi. Bi hayf yahtamilu indahu bir yol bilenki ihtimal buludu onun qashida ayyakuna ala ghayril vajhi allazi adrakahu. Bihayth yahtamilu indahu ayyakuna ala ghayril vajhi allazi adrakahu. O bilgen yolning boshqasi onun qashida ihtimal qiladigan darajada. Bihaythu bir darajadagi ihtimal keladi. Onun qashda yakun ala g'ayril vajhillati adrakahu. O bilgan yo'lning boshqasining bo'lishi onun qashida ihtimal bo'ldi. Masalan, tunigun tok üzüldimi deb so'rsam, bir odam üzüldi deb javob berdi. Ammo uning qashda üzülmaganlik ehtimolimi bor. Üzülgan ehtimolimi bor. Ya'ni o o'zi bilganning qarshisi yoki bilganning boshqasimi uning qashda ehtimoli bor. Bunda bo'lib qolsa bu idrak jazm bo'lmaydi. Idrak jazm bo'lish uchun uning qashda bilgandan boshqa bir yo'l ehtimoli bo'lmasligi kerak.
Şunda deydi, bihaythu yahtamilu indahu en yekuna ala gayril vecih ellezî edrakehu. İdraki şey, idrak gayri cazim. İdrakin gayri cazim. Yani onun qaşıda o bilgen yo'ldan boshqasining bo'lishi ehtimol keladigan g'ayri jazim chiqib ketadi. İdrak jazim degan so'zimiz bilan. Fala yusamma zalika ilman. O ilim deb atalmaydi. Thumma in tarajjaha indahu ahadul ihtimalayn. Agar uning qashida ikki ehtimolning birisi kuchlansa, bir masalani biladi, gumon shaklda biladi. Ammo shundaq bo'lishi bo'lmasligi deyli. Bu ikki ehtimolninki yoki to'g'ri xato degan ikki ehtimolning birisi kuchliroq bo'lsa yoki xato degan ehtimol kuchliroq bo'lsa, ya'ni intarajjaha indahu ahadul ihtimalayn. İki ehtimolning birisi uning qarshi kuchli bo'lsa, farrajih kuchli bo'lgani zon deb ataladi. Val marjuh ojiz bo'lgani vahm deb ataladi. Va in tasawa agar barobar bo'lsa, 50-50 bo'lsa, shak deb ataladi. Ya'ni bir odam bir ishni 100% bilsa, bu ilm deb ataladi. 50%dan yuqori 80-90% bilsa, bu zon deb ataladi. 50'de 50 bilsa, bu shak deb ataladi. 50'den tushib ketsa, vahm deb ataladi. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي. Bunun bilan bir narsalarni bilishga aloqador bo'lish tuvandagidek namoyon bo'ladi, oshkora bo'ladi. Birinchisi ilm bir narsani keskin holda jazmiyat bilan asli holatida bilish. Ikkinchisi jahli basit, u bir butun bilmaslik, la adri deyish. Uchinchisi murakkab bilmaslik, u bir narsani qarshi holatda, asli holatiga qarshi holatda bilish. Dördüncüsü gumon, u bir narsani ma ihtimal diddil marjuh, ojiz ko'rish qarshi ehtimol bilan, ojiz qarashga qarshi ehtimol bilan, ya'ni kuchli ehtimol bilan bilish. İdrak şey ma ihtimal diddil marjuh degan gap, kuchli ehtimol bilan bilish. Vahm deganimiz ojiz ehtimol bilan bilish. Qarang, ma ihtimal diddil rajih degan gap, kuchlikning qarshi ehtimoli degan gap, ojiz ehtimol bilan bilish. Shak deganimiz bir narsani barobarning qarma qarshi ehtimol bilan bilish. Ya'ni 50'de 50. Barobarning qarma qarshi ehtimoli bilan 50'de 50. Mush 6 xilga bo'linadi. Undan keyin ilm ikki turga bo'linadi. Birisi daruriy ilm, ikkinchisi nazariy ilm. Daruriy ilm degan qaysi ilm desanglar, u shunda ekanligi hech narsaga tayanmaydigan, oshkora aql bevos talab qiladigan ilm. Masalan, fad-daruri ma yakun idrakul ma'lum fi daruriyan. Daruriy ilm deganimiz ma'lum bo'lgan narsa zaruriy, ma'lum bo'lgan narsani bilish zaruriy bo'ldigan. Ununda ma'lum bo'lgan narsani bilish zaruriy bo'ldigan. Bi hayfi yattaru ilayhi min ghayri nadin va la istidlal. Ununga qarab baqish va dalil keltirishga muhtoj bo'lmaydigan, uningga qarab baqish, ya'ni izlanib baqish va dalil keltirishga ehtiyoj bo'lmaydigan darajada zaruriy holda uningda bir ma'lum bo'lgan narsani bilish. Masalan, kul juz'idan cho'ng degan gapga bir odam kul degan juz'idan cho'ng, ya'ni bir butun narsa, bir parcha narsani cho'ng desa, to'xtang izlanib baqala. Dalilingiz nima deb so'ramdiq? Yo'q, aqliy gap. Mesela ot degan qiziq desam, aqliy gap. Muhammed Allah'ın elchisi, bu aqliy, shariatdan chiqqan, ammo bu aqliy gap bo'lib ketgan hukm. Nazariy degan cho'g' desa, tajribiy ilm degan gap. Tajribiy ilm. Bu ma'mul logika, mantiq qismi bu, usul fiqhninki. Tajribiy ilm ma yahtaju ila nazar va istidlal. Ya'ni izlanishga va dalil talab qilishga ehtiyoj bo'lgan. Masalan, biz namazda niyetning vacip ekanligini yoki shart ekanligini bilamiz. Shundaqmi? Farz ekanligini bilamiz. Men namazda niyet farz desam, dalilingiz nima deyalayman men? Dalilingiz nima deyalayman? Yoki farzmo deb so'rasam, bilmaydigan odam iznib baqay deydi. O aqliy, daruriy ilm uchun o'xshamaydi. Demak, bu jihat ilm ikki turga bo'linadi. Birisi nazariy, ya'ni tajribiy ilm, yana birisi daruriy ilm. Unda bo'lsa, arkadaşlar, bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.